Gilam uy interyerining asosiy qismi hisoblanadi. Shuning uchun ham gilamni toza tutishimiz juda ham muhim. Lekin gilam yuvish xizmatlari oila byudjetiga qimmatga tushadi. Shuning uchun uy sharoitida qanday qilib gilam yuvishni sizlar bilan bugun o'rganamiz. Buning uchun bizga kir yuvish geli kerak bo'ladi. Hamda chayniy soda va uksus. Aralashmamiz tayyor. Tayyor bo'lgan aralashmamizni gilamga surtib chiqamiz. Birinchi aralashmamiz tarkibida soda va uksus gilamdagi bakteriyalarni o'ldirishga bizga yordam beradi. Shu bilan birgalikda soda gilam tolalarini qattiq holatga keltirib qo'yish ehtimoli bor. Shu uchun kir chayqaydigan konditsionerdan suvga quyib, gilamimizni tuklarini yumshatib olamiz. Ko'rib turganingizdek, uy sharoitida gilamni toza qilib yuvib oldik. Gilamni quritish maqsadida maxsus chang yutgich yordamida namligini tortib olib quritamiz. Agar sizning xonadoningizda maxsus chang yutgich bo'lmasa, uy sharoitidagi chang yutgichdan foydalanishingizni tavsiya qilmayman, chunki texnik xavfsizlik qoidalariga to'g'ri kelmaydi. Bunday holatda gilamni quritish uchun xona derazalarini ochib qo'yib, uy haroratida quritib olamiz. Bizda maxsus chang yutgich bo'lganligi sababli gilamni shu yerda quritib olamiz. Qani ketdik. Ko'rib turganingizdek, gilamimiz uy sharoitida ham top-toza bo'ldi. Bekajonlarga maslahatim, yosh farzandi bor onajonlarimiz tez-tez shu usulda uy gilamlarini tozalab turishsa yaxshi bo'ladi. Keyingi darslarda ko'rishguncha salomat bo'ling.